NTC yoki NTS. Hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hammaga salom, ismim Ismoil, bu izoh loyihasi. Ko'pchilik bizga qo'ng'iroq qilib, NTS datchik bormi deyishadi. Bir xil NTC datchik bormi deyishadi. Ya'ni endi oydinlik kiritish maqsadida sizga shuni aytishim kerakki, to'g'ri javobi NTC, NTS emas. NTC bu qisqartma so'z bo'lib, uni ma'nosi Negative Temperature Coefficient degan ma'noni anglatadi. Ya'ni o'zbek tiliga o'rganganimizda salbiy harorat koeffitsiyenti bu nima degani? Bu shundan iboratki, har bir NTC datchik pastki tarafida haroratni sezadi va plataga, ya'ni boshqaruv platasiga uni qarshilik ko'rinishda buyruq beradi. Bu uning ichida o'zi kichkina bir mikrosxema bo'ladi. Aynan mikrosxema issiqlikni sezgandan keyin uni qarshilikka o'girib beradi va plataga aynan qarshilik ko'rinishida buyruq beradi. NTC ning turlari bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, issiq suv ta'minoti uchun NTC datchiklar mavjud bo'ladi. Bularning ham turlari har xil bo'ladi. Ya'ni rezbali, klipsali va tepa qismi ham konstruktiv jihatdan bir-biriga o'xshamagan har xil turdagi NTC datchiklar mavjud. Ikkinchi turi esa bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Bu aynan isitish tizimi uchun NTC datchiklar. Bularni ham shu yerda mana vizual ko'rish mumkin. Aynan shtekerlari har xil bo'ladi. Ya'ni 2 tali, 3 tali, 4 tali va ko'rishingiz mumkin simlilar ham mavjud. NTC datchiklar issiq suv ta'minoti uchun bu yerda ko'rishingiz mumkin. Aynan gidroblokda bu qismda o'rnatilgan bo'ladi. Issiq suv ta'minoti uchun issiqlik datchiklari esa bu tarafda o'rnatilgan bo'ladi. Ya'ni suvning chiqishida o'rnatilgan bo'ladi. Umumiyda gaz isitish qozonlarida 2 xil turdagi NTC datchiklari o'rnatilgan bo'ladi. Ya'ni ularning qarshiliklari 2 xil turga bo'linadi. Birinchisi 10 kiloohm, ikkinchisi esa 50 kiloohm. Endi savollar bo'lishi mumkin. 10 kiloohm va 50 kiloohm qanaqa qilib ajratib olsak bo'ladi? Umumiy olganda gaz isitish qozonlarida, aynan Yevropada ishlab chiqarilgan gaz isitish qozonlarida datchiklarning 99% 10 kiloohmlik NTC datchiklar o'rnatilgan bo'ladi. Aynan Xitoyda ishlab chiqarilgan va Koreya davlatida ishlab chiqarilgan gaz isitish qozonlarida esa 50 kiloohm va 10 kiloohmlik NTC datchiklar o'rnatilgan bo'ladi. Buni ajratib olishning oson usullaridan biri, har bir NTC datchikda bu yerida yorlig'i bo'ladi yoki mana bunga o'xshagan yorliqlar bo'ladi. Ya'ni o'zida 10K yoki 50K yozilgan bo'ladi. Ya'ni kiloohm. NTC datchiklar o'zi qanday ishlaydi? Oddiy misol tariqasida tushuntirishim mumkin. Mana bu holatni ko'rsataman sizlarga. Bu yoq tarafda ichki qismida mikrosxema bo'ladi dedim. Aynan mikrosxema issiqlikni sezadi va plataga buyruq beradi qarshilik sifatida. Bu tarafi haroratni sezadi, bu yoq tarafi esa qarshilik tarzida ko'rsatib beradi. Ya'ni issiqlik qanchalik yuqori bo'lsa, suvning harorati bu tarafda qarshilik shunchalik past holatda bo'ladi. Bu tarafdan harorat pasayib borsa, bu tarafda qarshilik ko'tarilib boradi. Aynan shu orqali plata gazni yoki o'chiradi yoki yoqadi. NTC datchiklarning orasida boiler datchiklari ham kiradi. Aynan boiler datchiklari ham NTC turiga kiradi. Boiler datchiklarida 10 kiloohmligi bo'ladi, 20 kiloohmliklari ham bo'ladi. Juda ham ko'p hollarda aynan devorga o'rnatiladigan gaz isitish qozonlari uchun 10 kiloohmlik NTC boiler datchiki ishlatiladi. Juda ham ko'p holatlarda iste'molchilar bizga aloqaga chiqishadi va NTC datchik kerakligi haqida aytishadi. Biz ulardan so'raydigan narsamiz aynan NTC datchik necha kiloohm va undan tashqari aynan shtekerida buni papa yoki mamaligi bo'ladi. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Mana bunisi boshqacha shteker. Aynan shu shtekerga ham e'tibor berishingizni so'rardik, sababi bu bir-biriga tushmaydi. Va undan tashqari yana aytib o'tdim, uning qarshiligi 10 kiloohm va mana bu yerda yozilgan bo'ladi 50 kiloohm. Aynan shu holatda yozilgan bo'ladi yoki mahsulotning o'zida mana bu yerda yozilgan bo'ladi. 10K yoki 50K yozilgan bo'ladi. Juda ham ko'p holatlarda do'konimizga servis markaz xodimlari keladi, NTC datchikka o'zini ko'tarib, biz buni birinchi navbatda tekshirib ko'ramiz. Agarda ishchi holatda bo'ladigan bo'lsa, servis markaz xodimiga qaytarib beramiz va gaz isitish qozonida boshqa ehtiyot qismida muammo bo'lishi mumkinligi haqida tavsiya beramiz, ya'ni boshqa zapchastlarni tekshirish bo'yicha.
Hozir sizlarga NTC datchiklarini qanday tekshirish yo'llarini o'rgatib ketaman. NTC datchiklarini tester orqali tekshiriladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, bizga kerak bo'lgan funksiyani qo'yib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda mana ikkita kontakti bor. Aynan shu ikkita kontaktiga testerning ikkita uchini tekkizamiz. Bu hozir tekshirayotgan datchigimiz 50 kilo ohmli datchik. Aynan xonani harorati 25 harorat bo'lganida bu yerda 50 kilo ohm to'liq chiqar edi. Ayni damda xonaning harorati 25 gradusdan past bo'lganligi sababli testerimizda 20 kilo ohm balandroq chiqyapti. Endi issiq suv ta'minotining NTC datchigini tekshirib ko'rsataman. Bu yerda ham shunday. NTC datchigimiz faqat 10 kilo ohmli, xonani harorati 25 gradusdan past bo'lganligi sababli 10 kilo ohm rovna chiqmayapti. O'zi bu holatda tekshirilmaydi. Ya'ni NTC datchiklar yechib olib keyin tekshiriladi. Sababi shundan iboratki, mavsumga qarab sovuq suvning harorati ham 8 gradusdan 18 gradusgacha, 20 gradusgacha bo'ladi. Shuning uchun sizlarga tavsiya aynan NTC datchiklarni yechgan holatda keyin tester orqali tekshiringlar. Xonani harorati 25 gradus bo'lsa, 10 kilo ohmli NTC datchiklar 10 kilo ohm chiqadi, 50 kilo ohmli datchiklar 50 kilo ohm chiqadi. Hozir sizlarga yana buni ham test sifatida ko'rsatib o'taman. Suvni hozir zajgalka orqali qizdiramiz. O'shani ko'rasizlar. Aynan kilo ohm pasayadi. Xo'p, qizdirib oldik. Joyiga qo'yib turamiz. Qulayroq tekshirish uchun, qulayroq bo'lish uchun. Ko'rishingiz mumkin, kilo ohm pasaygan. Aynan shu holatda NTC datchiklar tekshiriladi. Sizga kerak bo'ladi faqatgina multi tester. Testerlarni ham xarid qilayotganingizda bularning har bittasida sozlamalari mavjud. Shunga qarab turib, keyin sotib olganingiz ma'qul. Sababi, hozir mana qo'limda turgan testerimizni 60 mega ohmgacha tekshirsa bo'ladi. Ba'zi bir kichkina testerlarda faqatgina 10 kilo ohmgacha tekshirsa bo'ladi. Ya'ni ularda уже 50 kilo ohmli datchiklarni, NTC datchiklarni tekshira olmaysiz. Shuning uchun aynan shu raqamlarga ham qarab, keyin tester xarid qiling. Agar sizga sifatli NTC datchiklar kerak bo'lsa, botermi.uz yoki pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, sifatli mahsulotlar bizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Har bir mahsulotimiz ana shunday qadoqlangan holatda iste'molchiga yetib boradi.